yangi navda gilosdan bog' qilaman degan akalarga bu videoni ulashib qo'yinglar. Noyabr oyiga tayyor bo'linayotgan ko'chatlar. Birinchi ishlovidan xudo xolasa mana chiqdik. Endi buni bog'ini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Video yoqsa like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Mana birinchi bir qator polyani aylanaylik. 1,5 gektar yer maydonida tayyor bo'lyapti. 7 xil yangi navda bor gilos ko'chatlarimiz. Iloji boricha videoni tarqatishga yordam beringlar. Yangi sortlar bular albatta. Mana bu tomonda ko'rib turganlaring 5 ga 3 sxemada qurilgan gilos. Mana buni qarang mevasini. Shunaqa mevalari bilan turibdi giloslar. Ko'rishlaring mumkin. Sxemasi 5 ga 3 bo'lgan. Juda ko'p odam sxema so'raydi. Qaysi sxema gilosga yaxshi deb. 5 ga 3 sxemasini aytib qolamiz. Sabab orasiga bemalol ekin eksalaring ham bo'ladi. Mana qaranglar, 4 gektar yer maydoniga qilingan bu gilos bog'. O'tgayli, mana bunisida ham mevasi turibdi. Mana bu tomonda ham. Holatni qaranglar. Sog' bo'linglar. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'yasiz. Mana bog' ko'rib turibsizlar yer maydonida. Sizlarda ham xudo xolasa xuddi shunaqa bog'laring bo'ladi, nasib qilsa, xudo xolasa. Sog' bo'linglar akalar. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar.